Vходной eshik. Mana shu vходной eshik. Hammalarini chiqardim. Mana bu koridor. Bu spalni, bu zal. Zaldan boshlaylik. Mana bunaqa mягкий divan bor. Listra. Mana shunaqa eshigi. Gilamlar yap-yangi. Hech kim yashamagan, hech kim o'tirmagan ekan hali. Divan spalni bo'ladimi, bo'lmaydi ekan. Xizmat qilibdimi? Mana shunaqa. Bitta 4-etaj ekan. Hozir bitta yana 6-etaj bor. Ana 27-dan uzun dom bilasizlar hammasini. Ana bozorcha to'g'risi. Mana pastda sartaroshxonamiz bu. Mana shunaqa remontlar qilingan, tozagina. Ko'rganingizdek, bu koridor, bu spalni. Spalni hamma joyi yap-yangi. Mana 102-sadik. Bu taraf mirisaxona. Mana bu ham bozorchaga tutgan joy. Konditsioner bu, bunaqa tremochan. Shkaf qilingan, televizorning zali. Divan ham ikkita to'g'richasi bilan yap-yangi. Batareya o'tish uchun tayyor. Eshikda yangi. Mana bu hojatxona. Olmishlik ariston bilan. Bu vanna. Men tozagina ekan mana shu. Kuxnya. Kuxnya ishine kirganda bitta uголокcha qo'yib beradilar. Mana shu qayerda uголок qo'yadi. Lampochka almashtirsa salingni yarkroq bo'ladi. Tak, stiralka yap-yangi. Kuxnya, gaz, vitishka, suv, jaluzi, холодильник, sal maydasini olibdilar, mayli. Mana shunday shkafli. Mana shunday remontli. Короче, как 3 xona почти. Ko'rlar qani.